Tepasida ilon turgan ayol erkakning tosh bosib turganini bilmaydi va o'ylaydi. Yiqilib ketaman. Ilon chaqib olishi mumkinligi uchun yuqoriga chiqa olmayman. Nega erkak ozgina harakat qilib meni tortib olmayapti? Erkak esa o'ylaydi. Tanam zirqirab og'riyapti. Baribir seni qo'limdan kelganicha tortib turibman. Nega sen ham ozgina tirishib ko'tarilishga harakat qilmayapsan? Buning ma'nosi shuki, siz boshqa odamning qanday qiyinchilik ostida ekanini, u esa sizning qanday azob chekayotganingizni ko'rmaydi. Bu hayot, ishda, oilada, his-tuyg'ularda yoki do'stlikda har kim o'z og'rig'i bilan kurashadi. Shu sababli bir-birimizni ko'proq tushunishga, eshitishga va sabrli bo'lishga harakat qilaylik. Agar siz millionerlar klubiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman. Har kuni 1% ga yaxshilanyapsiz.